Yana shahrimizda bir qancha masjidlar qayta qurilyapti. Alhamdulillah, bularning hammasi bizning baxtimiz. Mana shu ishlarni qilishda ishtirok etgan mu'min musulmonlarga nihoyatda katta ajr savoblar va'da qilingan. Chunki masjid Allohning uyi. Masjid qurgan odam Allohning uyini qurgan bo'ladi. Masjid qurishida ishtirok etgan odam Allohning uyini qurishda ishtirok etgan bo'ladi. Mana shu haqiqatni biz anglab yetishimiz kerak. Allohni eng yaxshi ko'rgan diyorlari deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'z hadislaridan birida masjidlardir. Allohga eng mahbub diyorlar, joylar, maskanlar masjidlardir. Fuqaholarimiz aytadilarki, bir odam qizishib ketdi-da, qandaydir bir janjalning ustida boshqa bo'lib, menga bu dunyoda turish haromdir, agar tursam falon bo'lay deb qasam ichvardi. Hamma yo'q dunyo. Qana qiladi buni qasamini? Qasamxo'r bo'lmasak uchun nima qilamiz desa, masjidga kirib olsa qasamxo'r bo'lmaydi deydi. Chunki bu dunyodan emas masjid. Allohning uyi bu. Mana shunday darajada buyuk bir maskanlar hisoblanadi masjidlar. Muborak joylar hisoblanadi. Muazzaz joylar hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vassalom marhamat qilib aytadilarki, "Man bana lillahi masjidan banallohu lahu baytan fil jannati." Kim Alloh uchun bu dunyoda bir masjid qursa, Alloh uning uchun oxiratda bir uy qurib beradi, jannatda. Bir rivoyatda qasr deyilgan, qasr qurib beradi. Ulamolarimiz aytadiki, shu hadisdagi masjid degani bizni tasavvurimizdagi xonaqolari bor, boloxonalari bor, kaapta yarim gektar, undan oz ko'p joyni egallagan masjid emas. Bitta odam sajda qiladigan bir joy bo'lsa ham masjid deyilaveradi deydi. Bir odamning sajdagohi bo'ladigan yetarli joy masjid hisoblanadi. Masjid degani o'zi sajda qiladigan makon degani. Bir odamni sajdasiga yaraydigan joy masjid bo'laveradi. Mana shu masjidni qurish, uni obod qilish, moddiy jihatdan chiroyli qilish, pokiza tutish ishlari shu qadar ulug' va muborak, savobi ko'p